Ummu Habiba Ramla binti Abu Sufyan raziyallahu anha. U Ramla binti Abu Sufyan Peygamberimizning tağısının qizi. Müminlerning anası bo'lish sharpiga erishgan bu iymoni kuchli ayol Peygamberimizning ayollarining ichida nasab jihatda Peygamberimizga eng yaqini. Qarindoshi Muaviya Peygamberimizning vahiy yozg'uvchisi edi. Aqlliq, tili fasohatlik bu ayol milodiya 589-yili hijratdan 35 yil burun tug'ilgan bo'lib, Peygamberimiz da'vatni boshlaganda oldingi qatordagi iymon aytquchilardan bo'lgan. Dastlabda Ubaydullah ibn Jahsh bilan to'y qilgan bo'lib, dinini saqlab qolish uchun qavm qarindoshlari va yurtini tashlab Habashistonga hijrat qilgan. Qizi Habibaga nisbat berilib, Ummu Habiba deb atalgan. Yo'ldoshi Habashistonga borgandan keyin islom dinini tashlab, xristianlikqa qaytganligi uchun yo'ldoshidan ajrashgan va Habashistondagi yiroq bir yerda yolg'iz qandoqmi qilarman deb g'am qilib turganida tushida "Ey mu'minlarning onasi" deb chaqirilganini anglaydi. Degandek, idda tutishgan vaqtda Payg'ambar alayhissalom Ummu Habiba onamizni nikohiga ilish uchun Najoshiga xat avadidu. Habashistonning shu vaqt podshohi Najoshi Payg'ambarimizga vakil bo'ladi. Ummu Habiba onamiz Xolid ibn Saidni o'ziga vakil qiladi. Najoshi, Xolid, Ja'far ibn Abu Talib va boshqa musulmonlarning guvohligida Payg'ambar alayhissalom avatgan 400 dinar mehr haqqi berilib, nikoh o'qiladi. Ondan Najoshi to'y ziyofati berdi. Bu nikoh hijratning 7-yil bo'ladi. Alloh taolo bu muborak to'y haqida sura Mumtahinaning 7-oyatini nozil qilib shundoq deydi: Balkim Alloh sizlar bilan sizlar o'ch ko'rdigan odamlar orasida do'stlik paydo qiladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu bu oyat haqida shundoq deydi: Alloh ularning orasida paydo qilgan do'stlik bo'lsa, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Ummu Habiba binti Abu Sufyan bilan to'y qilish edi. Shuning bilan Ummu Habiba mu'minlarning onasi bo'ldi. Muaviya bo'lsa mu'minlarning tog'isi bo'ldi. Bir kuni Ummu Habiba radhiyallohu anhaning otasi Abu Sufyan Madinaga qizni ko'rish uchun keldi. U chaqda u texi musulmon bo'lmagan edi. Qizining uyiga kirib, yerga silingan silinchining ustida o'tirmoqchi bo'ldi. Ummu Habiba onamiz chaqqonlik bilan u silinchini tortib ilib oldi. Buningdan hayron qolgan Abu Sufyan: "Qizim, bu nima qilganing? Ajaba sen bu silinchini menga loyiq ko'rmadingmi yoki meni uningga loyiq ko'rmadingmi?" deb so'radi. Ummu Habiba onamiz buningga javoban: "Bu degan payg'ambarimizning, sen bo'lsang bir mushrik. Buningda o'tirishga loyiq emassan" dedi. Buni anglagan dadasi: "Sen bizdan ayrilib ko'p o'zgarib ketibsan" dedi. Ummu Habiba onamiz Payg'ambar alayhissalomga bo'lgan sadoqatini har zaman yaxshi ifodalaydi. Uningdan anglagan va ko'rgan barliq fazilatlarni tatbiqlab, amaliyatiga aylantirishga tirishadi. U Payg'ambar alayhissalomdan 30 hadis rivoyat qilgan bo'lib, har qaytim hadis so'zlamoqchi bo'lganida tahorat oladi va anglovchilarni tahorat olishga buyuradi. Ummu Habiba onamiz vafot bo'lishdan ilgari Aisha va Ummu Salma onamiz bilan ko'rishib, bir-biridan rozilik qilishgan edi. Hijriya 44-yili 72 yoshida Allohning huzuriga qaytgan edi.